Ushbu videorolikimiz farzandlarini xususiy maktab va xususiy bog'chalarga bergan ota-onalarga bag'ishlanadi. Demak, soliq imtiyozidan foydalanish uchun videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Siz farzandingizni xususiy bog'chaga berasiz. Tasavvur qiling, har oylik to'lovi 3 million so'm. Har bir farzand uchun oyiga 3 million so'mgacha Soliq kodeksining 378-moddasiga asosan imtiyoz ko'zda tutilgan. Imtiyozdan qanday foydalanasiz? Birinchi variant, eng tez bo'ladigan variant, har oyda ariza bilan buxgalteringizga murojaat qilasiz. U kishi ish haqingizdan o'tkazib beradi va birdaniga imtiyozdan foydalanadi. Ikkinchi variant va uzoq muddat. Siz yil davomida cheklarni yig'ib borasiz. Mana shu joyda e'tibor berish kerak. O'zingiz mustaqil to'langanligingizni tasdiqlovchi bank hujjati, bank tomonidan tasdiqlangan platojniy поручение yoki bo'lmasa QR kodli chek bo'lmasa, soliq organi ushbu arizangizni qabul qilmaydi. Demak, siz yil davomida mustaqil to'langanligingizni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib borasiz va yil tugagandan so'ng soliq organlariga my3.soliq.uz sayti orqali deklaratsiya yuborgan holda summalarni qaytarib olasiz. Agar sizda ushbu summalarni qaytarib olishga yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.